Ozgina o'zi ham mashaqqat ko'rish kerak. Haj va umra mashaqqatda, to'g'rimi? Kelolmadingizmi do'da? Lazzatni boshqacha bo'ldi oxiri. Alamin. Abu Hanifa mazhabida sochini tegidan qirdirish kerak. Bismillah. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kimki sochini tegidan qirdirtirsa Allohning rahmati bo'lsin deganlar. Mana sunnatga muvofiq tegidan qirdirtiryaptilar. Albatta. Bismillah. Bismillah, alhamdulillahi robbil alamin. Gunohlaringizga kaffora bo'lsin. Bu har bir musulmon kishining orzusi, to'g'rimi? Hamma nasib qilavering, aynan sizga ham ta'sir qilsin bismillah. Bismillah, Allohu akbar. Kabaman tarafdan qaraymiz, duo qilamiz. Allah selam. Selam. Hayda. Selam. Allah. Yarhamni gunohlarimizni afiyet. Ka'bani ko'rgan ko'zlar inshaalloh Allohning husni jamolini ko'radi jannatda. Allah.